Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti yana bir xalqaro tashrifni kutib oldi. Qozog'iston Respublikasi Astana tibbiyot universitetining farmatsevtika fakulteti 4-bosqich talabalari hamda katta o'qituvchisi boshchiligida ushbu ilmiy maskanga amaliyot doirasida tashrif buyurishdi. Talabalar institut hududidagi ilonlar saqlanadigan bo'limda zaharli ilonlarning saqlanishi, oziqlanishi va zahar olinishi kabi noyob ilmiy texnologik jarayonlarni ko'zdan kechirishdi. Bu jarayonlar zardob immunobiologik preparatlar ishlab chiqarishda muhim bosqich sanaladi. Institut mutaxassisi mehmonlarga chuqur ma'lumot berib, o'z bilim va tajribasini ulashdi. Среднеазиатская кобра. Эта змея достигает длиной где-то 170-180 сантиметров. Обитается в основном в южном районе, это Сурхандаре, часть Кашкадаре, и встречается в Новоинской области, в некоторых районах. Вот одну каплю дали, потому что это недавно мы яд. После чего берем нарезанное мясо, аккуратно пинцетом вводим через горло в желудок. Talabalar esa bu noyob tajribadan chuqur taassurotga ega bo'ldilar. Biz Astana tibbiyot universitetining 4-kurs talabalarimiz. Biz bugun Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot institutiga ekskursiyaga keldik. Biz bugun zaharli 3 xil ilon qanday saqlanishi, ulardan zahar olinishi va ovqatlantirish jarayonlari bilan tanishdik. Bu juda qiziqarli va ma'lumotlarga boy bo'ldi. Rahmat sizlarga. Shuningdek, biz O'zbekistondagi yagona ushbu soha bo'yicha mutaxassis bilan tanishdik. Juda tajribali inson, bizga juda yoqdi. Bu mutaxassis o'z bilim va tajribasini boshqalarga ham o'rgatmoqda. Bizga o'z shogirdlari haqida, ilon zahrini olish jarayoni haqida so'zlab berdi. Bu jarayon keyinchalik zardoblar, immun preparatlar va boshqa dorilar tayyorlashda juda muhim hisoblanadi. Bugun biz amaliyot o'tash maqsadida O'zbekistonga tashrif buyurdik. Men farmatsevtika fakultetining 4-kursida 2 guruh talabalar bilan birga ishlab chiqarish amaliyotini o'tash uchun keldim. Bugungi kunda amaliyot dasturimiz doirasida sizning ilonlar saqlanadigan bo'limingizga tashrif buyurishni ham biz rejalashtirgan edik. Biz uchun bu juda qiziqarli bo'ldi va bilimlarga boy bo'ldi. Biz sizlarga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Sizlarning ilon zahridan foydalanadigan ishlab chiqarishingiz yanada rivoj topsin, kengaysin va insonlar salomatligi uchun foyda keltirishda davom etsin. Sizga mutaxassis sifatida uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Shogirdlaringiz va izdoshlaringiz siz kabi fidoyi bo'lishsin. Sizlarga rivoj, barcha ezgu tilaklarimni yo'layman. Biz uchun bu tashrif nihoyatda yoqimli va albatta foydali bo'ldi. Shuningdek, mehmonlar institutning zamonaviy laboratoriyalarini ko'zdan kechirishdi hamda kunigacha bo'lib o'tgan xalqaro ilmiy seminarda ishtirok etib, ilmiy muhitdan bevosita bahramand bo'lishdi. Mazkur tashrif O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi ilmiy ta'limiy hamkorlikni yana bir bor amaliy ko'rinishi bo'ldi. Talabalar real ishlab chiqarish va ilmiy izlanish jarayonlari bilan tanishish, sohaga oid nazariy bilimlarni amaliyotda mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'lishdi.